Assalomu hurmatli kanalimiz obunachilar, assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Hurmatli muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan bitta iltimosim, mana yana meni o'zim yashab turgan hovlim, yer uchastkam. Короче, mana yer uchastka hovlim. Mana yerga mana setkalarni mana o'qib ketuvdim-da, mana setkani mana yerga yani o'rinlari ham bor, mana setkalarimni haylab buzib taylab bu Mallayev Shavkat o'g'li Ishtemerov Shuhrat, короче, kelini Sayyora, короче. Xullas keldi, mana bugun mana mayda 14-sanasi, короче, mana xullas mana keldi, xullas janjal qilib, shantajlik qilib, mana shu meni yer maydonimga, mana yer uchastkamga, короче, o'z boshimchalik bilan noqonuniy xullas egalik qilmoqchi bo'lyapti. Meni yer uchastkam, короче, noqonuniy yo'l bilan egalik qilmoqchi bo'lyapti. Bilmayman, endi muhtaram prezident Shavkat Miromonovich, sizdan iltimosim shuki, bu yerga sizdan boshqa yo bo'lmasa o'sha sizni komandangizdan boshqa, to'g'risi boshqa hech qanaqangi birorta tashkilot yo bo'lmasa o'sha birorta Qashqadaryoda birorta tashkilot, hokim bo'lsin, misol prokuror bo'lsin, ichki ishlar bo'lsin, bilmayman, mani murojaatlarimni hech qanday oqibatsiz qoldiryapti, hech qanday natija bo'lmayapti murojaatlarimga. Muhtaram prezident, mana meni hovlim, mana yashab turgan uyim. Yaqinroq ko'rsataman. Mana issiqxonam. O'zim 2-guruh nogironiman. To'g'risi sizdan muhtaram prezident Shavkat Miromonovich, sizdan iltimosim, muhtaram Saida Mirziyoyeva, sizdan iltimos, muhtarama Senat raisasi Tanzila Narbayeva, sizdan ham iltimosim shuki, mana meni uyim, hurmatli bosh prokurorimiz, general prokuror Nig'matullo Yo'ldoshevich, Respublika bosh prokuraturadagi shu azizlar, sizlardan iltimos, mana meni uyim, mana yashab turgan xonadonim meni, mana yoshirmayman, mana farzandlarim. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, mana farzandlarim, mana yashab turgan uyim, mana shu sharoitdaman. Xullas, bu yerga hozir kelyapti, xullas Ishtemerov Shuhrat, xullas Mallayev Shavkat, kelini Sayyora, keyin Shuhratni qayna akalari, xullas kelyapti-da. Men bosim, 17-martdan beri shu bosim ta'ziqlar qilib kelyapti. Men dehqonchilik qilganman, o'zim to'g'risi harakat qilyapman. Nima uchun? Chunki harakatim shuki, nasib bo'lsa shuni orqasidan, shu limonchilikda orqasidan o'qimoqchi edim. Lekin tinchlik yo'q-da. Muhtaram prezident Shavkat Miromonovich, men sizni otamdan yaxshi ko'raman, to'g'risi. Keyin ichki ishlar vazirligiga ham iltimosim shuki, shu bizlarni xavfsizligimizni, oilamni, farzandlarimni, oilam Hasanova Gulmirani, Mamat Firdavsni,
keyin Saidani, meni Mamatov Felixman, men o'zim Mamatov Felixni va turmush o'rtog'im Hasanova Gulmirani o'z panohida saqlab, shu asrab avaylashingizda o'sha meni uyimga bostirib kelgan o'sha Mallayev Shavkat, короче, yana undan tashqari Eshtemirov Shuhrat Shavkatni o'g'li, qaynilari, profilaktika inspektori Jumayev Ropom ular tarafida, keyin Po'rmonov Abror ular taraf mahalla raisi, короче. Xullas keyin Abdurahimov Sayyor ham ular tarafga. Muhtaram prezident, sizdan iltimosim, muhtaram prokurorimiz Saida opamiz, muhtaram prezidentimiz, muhtaram shu Ichki ishlar vazirligidagi prezident administraturadan akalarimiz, opalarimizga ham iltimos qilaman. Azizlar, xullas sizlardan iltimosim shuki, menga yordam bermasalaring bo'lmay, men Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Qorabog' Mufida yashayman, 198-uyda. Xullas, mana shunaqa, mana shu 2025-yil 17-martdan boshlab mana shunaqangi, mana hozir 2025 14-may. Xullas, mana shunga shu qadar shu yergacha mana shunaqa bosimlar, mahalla raisi Davronov Abror tomonidan, profilaktika inspektori Jumayev Ropom tomonidan mana shunaqa tanzih bosimlar. To'g'ri, men kecha Qamash tuman hokimligiga arizam bilan murojaat qildim shu masala bo'yicha. Kecha Qamash tumani o'sha prokuror o'rinbosariga arizam bilan murojaat qildim, lekin natija bo'lmayapti. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich, muhtaram senat raisi Tanzila Narbayeva, muhtaram prezident o'sha o'rinbosari Saida opamiz, sizdan iltimos, o'sha general prokuror Nig'matullo Yo'ldoshev, general prokuraturada ishlaydigan akalarimiz, opalarimiz, sizlardan iltimos, Ichki ishlar vazirligidan ishlaydigan akalarimiz, opalarimiz, sizlardan ham iltimos, mana shu mani oilamni xavfsizligini, tinchligini o'sha zo'ravon shaxslarga nisbatan, o'sha mahalla raisi Davronov Abrorga nisbatan, profilaktika inspektori Jumayev Ropomga nisbatan, o'sha qo'shni Mallayev Shavkatga nisbatan, Eshtemirov Shuhratga nisbatan, keyin o'sha Abdurahimov Sayyoraga nisbatan va akalarni bilmayman ismini, akalariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlaringizni iltimos bilan so'rayman. Bu maniga mahalla raisi turibdi, o'sha Davronov Abror profilaktika inspektori. Aka, bizlarni tinchligimizni ta'minlab bering deb profilaktika inspektoriga ham aytayman. Naborot ular tarafiga o'tib chetga kulib qarab o'tiribdi. Hech qanaqa natija yo'q, boshqa yo'q. Kulib qarab o'tiribdi. Muhtaram prezident, faqatgina sizdan iltimos, bizlar tinchligimizni, bizlar ham O'zbekiston fuqarosimiz, Mamatov Felixman ismim. Iltimos bizlarga ijobiy amaliy yordam bering. Bizlar ham O'zbekistonga tinchgina yashashimizga haqlimiz. Men kambag'almiz to'g'ri, lekin yashashga haqlimiz. Iltimos muhtaram prezidentimiz, otamdan sizni yaxshi ko'raman, iltimos bizlarga yordam qiling. Xudo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Azizlar, qolgan prezidentimiz komandasi Tanzila Narbayeva opajon, onajonimni yaxshi ko'raman, siz Saida opamiz, iltimos sizlardan, iltimos menga yordam beringlar. Sizlardan iltimosim shu. Rahmat.